Assalamu alaikum qarindoshlarım, farzandlarim. Men bugun atdiganda birinchi qism xo'sh xabarni sizlarga bergan. Atdiganda bergan xo'sh xabarimda men cho'qim hammani so'zlab tugutishim kerak edi. Xo'sh xabarni yomon jiddiy sizlarga yetkazish uchun nurg'un so'zlarim, nurg'un mush bugungi xo'sh xabarning maydonga kelish uchun xizmat ko'rsatgan qahramonlarimning ismi qilib qolganligi uchun men mushlarimi Amerika davlat ishlar kotibi Pompeo efendimga rahmat bilan birga mushlarni harakatga keltirib dunyoni ishondirgan o'zining ko'z yoshi bilan ota-onalarining ashada o'ltirilishi bilan tuqqanlarning turmuga tashlanib o'ltirilishlar mushundaq tahdid va amaliy ishlarni boshdan kechirib oxiriga chekinmagan qahramonlarimizga rahmat aytaman. Bugun bizning bu butun dunyoga davlat ishlar kotibi Pompeo efendimning e'lon qilgan irqiy qirg'inchilik degan bu xabari butun dunyoni o'rnidan turg'izibdi xalqim. Bütün dünya bu degan kichik gap emas, o'rnidan turdi. Uning uchun qanday sabablar bo'ldi? Nurg'un odamlar badal to'ladi. Bir qism odamlar badal to'lab, da'vo qilib, "Osh xalqimni qutuldisam" dedi. Bir qism odamlar mushuningdan fursatdan foydalanib, shuhrat elib, pul tepqashlasam, chiqib olsam dedi. Lekin dunyo haqiqat ustida. Biz haqiqatni ko'ra olamiz. Xalq haqiqatni ko'ra oladi. Qarindoshlar, tayyaga hayya bo'lib, igi bo'ladiganlar emas. Bu kimlar? Danglar. Men shuni aytmanki, mush bugünkidek e'lonning chiqishi, qonunning ma'qullashi va barliq siyosiy ishlarimizning kun tartibga kelib dunyoning o'z o'rnidan qo'pishiga butun dunyodagi jurnalistlarga rahmat aytaman. Mushu qahramon jurnalistlar qo'rqmay vatanga berib, osh ahvollarni egallab, ham Germaniyadagi, Avstraliyadagi barliq reporterlarga rahmat aytaman. Shuning bilan birga shu reporterlarni ta'minlagan, shu jurnalistlarning o'rnidan turg'izgan Oqsuluq Zumrat Davud degan lagerda yetib chiqqan qizimizning kech-kunduz bir mo'chan iqtisod manfaati ya Amerika hukumatidan ya boshqa tashkilotlardan olanmasimi? Olmasimi? Vatansuyar xalqimizning oz to'li yordamini oldi. Bak oz shunda bo'lsimi? Bekaga qiynalsimi? Qarz bo'lsimi? Kech-kunduz ushurlarni yig'ib, o'zining beshidan kechirgan kechirmishlikni dadangni o'ltiramiz. Mani dema desimi? Mushuni so'zlab butun dunyo jurnalistlarini Amerika siyosatchilarini o'rnidan qo'zg'agan Zumrat Davud qizimizga rahmat aytamiz. Yana Mehrigul Tursun qizimizga ash lagerda yetib beshidan kechirganlarini aytib, butun Amerika kongressida guvohlikdan o'tib, butun dunyoga jurnalistlarga so'zlab, bugünkidek mushundaq bir qonunning ma'qullashi va mushundaq bir bayonotning e'lon qilinishi, mushundaq bir siyosatning o'tirg'i chiqishga ko'rik solgan hozir hech kim uqolmayotgan vaqtda vatanning ichidagi lagerning ichidagi vaqalarni teshig'i ochgan Mehrigul Tursun, Zumrat Davud, O'rta Osiyodan kelgan Bahargul kech-kunduzi hech kimlar chiqmagan vaqtda shu anglatgan. U shu vaqt dastlabki vaqtlarda butun jurnalistlarni qo'zg'agan. Turkiyadan keyin bu Fransiyaga keldi. Bahargul qizimiz yaqinda Uyg'ur Amerika project akagan Tursunay qizimiz shuningdek Fransiyada lagerdan Fransiyaning prezidentligi orlashib oil tabobatlar yig'lab yurib, xotinini ochiqqan qahramon yo'ldishi oilasi ash ayolini lagerdan qutuldirib chiqqandan keyin beshini ishiga tiqib o'tirib Fransiya reporterlari bilan birlashib o'zining lagerda ko'rgan kitobini yezib chiqib butun dunyoni qo'zg'agan Gulbahor Fransiyadagi qizimizga va mushunda qizlarni ashadan akilib yo'lmangan radioda ishlagan Gulchehra qizimizga va kishilik huquq project Uyg'ur Amerika uyushmasidagilarga rahmat. Mushu qahramonlarimizning amaliy ishga yordam qilmagan bo'lsa, amaliy ishga guvohlikdan o'tmagan bo'lsa, mushlar haqni ko'zi bilan ko'rib chiqqanni yig'lab turib jurnalistlarga so'zlamagan bo'lsa,
bu narsalarni butunlay əminləşib ketişi natayinti. Xuddi ayni vaqtda mən 6 yil turmada yetib chiqib, bütün dünyaya baş yetib chiqqan vaqalarimni Birleşken Devletler Teşkilatı'da, Amerika Kongressida, Tashqi ishlar ministrida va jurnalistlarga mushundaq bir millat, mushundaq ko'milib qolgan, mushundaq bir millat, mushundaq etnik qirg'inchilik qilayotgan deb, mushundaq bir o'chum siyosatlarni yetaklab o'ttirib ochqandek, buni dal mushundaq o'zi aynan ahvolni ko'rib chiqqan odamlar demasa, bu xalqaroni qoyil qilish mumkin emas. O chiqiblan bu yerda keliblan bunda deb qo'yganga unumaydi xalqara. Endi mushularning amgikidan foydalanib tashkilotlar o'zining ishini harakatga motorini ishga sola oladi. Tashkilotlarning motori mushundaq amaliy paktlar bilan tashkilot bo'la oladi, Amerikada hukumatidan pul ola oladi va kongressdan pul ola oladi, anididan pul oladi. Agar mushundaq amaliy paktlar bo'lmasa, mushundaq guvohlikni o'tgan odamlar chiqmasa, bu tashkilotlarning gapiga ular ishonmaydi. Shuning uchun biz oldi bilan mushu 5 qizimizga, bo'lib mushuning ichida Zumrat Davud qizimizga men bak rahmat aytaman. Kechisi qopsam, kechisi uchur to'playotgan, kunduz qopsam, kunduzi so'zlayotgan bir kun shu qizning bekor qolgan vaqtini men ko'rmadim. Men mushunda qahramon qizlarimizga, mushunda qizlarimizni yetaklagan, mushunda qizlarimizga xabar bergan va hukumat bilan mushlarni ulashtirgan Gulchehra qizimiz, Uyg'ur kishilik huquq projekt, Uyg'ur Amerika uyushmasidagilarga ben yanılı emgekinglarga taqdir beraman. Men mush bugungi Başkat Pompeo'nun e'lon qilgan portlash xarakterli xabarining asosiy qahramonlarini bayatın deb ulgurmadim. Ishchilarga xabar qilay deb. Hozir mushunga rahmat aytish bilan birga bu qahramonlarimizni biz tarixda hargiz unutmaymiz. Biz tarixda aş lager azat bo'lganda, turma azat bo'lganda, azan qulluqdan xalqimiz azat bo'lgan vaqtida, vatanimiz qo'limizga kelgan vaqtida bularga biz sharaf berimiz va xalqimiz rahmat etadi. Ham mushundaq kunlarda lagerda ketib o'zining qini bilan, jini bilan jig'izorisi bilan dunyoga Uyg'ur davosini, vatanimizning davosini kun tartibga akirgan qahramonlarimizga, shehidlarimizga rahmat aytaman, ta'ziya bildiraman. Xalq bugun sizlar bilan ikki qitib suhbat o'tkazib qo'ydim. Rahmat sizlarga, hammanglarga. Oxirida bir narsani aytaman, Turkiyada bir balamiz qo'lga ilinibdi. Tutib bo'g'ichi arliqda saqchilar seni kimga beramiz debdi. Ma yaqinda nurg'un xabarlar taqilyotdi. Balkim yolg'ondu. Yolg'on bo'lsin bu, mushning oldini olish uchun bugun mush qo'lga ilingan balamizni darhol Turkiyadagi hamma tashkilotlar, Sharq Turkiston majlisi, Ma'arif, Olmalar jamiyati, Üstü birlikdaymiz, surgun dokumentdaymiz. O'rninglardan turib mabalni masalasini surishtirib baqinglar. Rahmat sizlarga.